Mana bu erkak suv ichayotgan sherga sekin yaqinlashmoqda va uni hazil tariqasida cho'chitmoqchi. Lekin bu yengil hazil ortida ko'proq narsa yashiringan. Bir qancha yil avval bir milliy bog' xodimi yurib ketayotganda yo'qolib qolgan sher bolasini uchratib qoldi. U umidsizlik bilan yordam so'rab uvillayotgan edi. Ularning nigohlari to'qnashgan zahoti sher bolasi darrov uning ortidan ergashishni boshladi. Bu ojiz jonzotning holatidan ta'sirlangan qo'riqchi sher bolasini qutqaruv markaziga olib boradi va uni o'zi katta qilishga bel bog'laydi. Yovvoyi tabiat markazida u sher bolasiga sut aralashmasini ichirardi. Bu mitti mo'ynali jonzot kun kelib o'rmonlar shoxi bo'lishga umid qilardi. Har kuni u sherga g'amxo'rlik qildi, u bilan o'ynadi, bag'riga bosdi, o'pdi, kechqurun yotish vaqtida quchoqlab uxlatdi. Ularning orasidagi rishta kun sayin mustahkamlab borardi. Oradan vaqt o'tib sher aql bovar qilmas darajada ulkan va qudratli hayvonga aylandi. Ammo qanchalik katta yoki qo'rqinchli bo'lmasin, u inson otasi oldida har doim muloyim bo'lardi. Qo'riqchi paydo bo'lishi bilan bu yirtqich mavjudot birdaniga ulkan mushukka aylanardi, bag'riga kirardi, yelkalarini suyardi va mehr bilan quchoqlardi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz